Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun yana Turkiyada fabrikadan video olyapmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qiziqarli videolar sizni e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun mana shunaqa ishlarni ham yopib yotibmiz. Hozir 3 oy vaqti mana kanallar yopiladi. Mana bitta ko'chalar qo'yiladi. Mana shu ko'chalarda mana shunday qo'yiladi. Ko'rsangiz mana shunday qo'yib qo'yiladi. Har xil turdagi mana shu tunikadan tayyorlab mana shunday holatlarga keltiriladi. Har xil razmerlari bor. Juda qiziqarli haligi ular mana. Mana shunday kanallarimiz mana shunday kanal chiqadi. Undan so'ng mana shunday kanallarimizni mana shu deb yopamiz. Haligi tunikani mana shunday holatga keladi. Buni mana bunda mana shunday holatga kelishiga mana shunaqa holatlar keltirishiga ko'rsatsa, xuddi mana shunaqa kelishiga mana shu mashina yordam qiladi. Mana mashina mana ko'rsatsa mana bunisi qisadi, bunisi ko'tarib beradi. Mana shu deb maqalamini har xil katta kichik holatda ishlab chiqiladi fabrikamizda. Mana shunaqa ish faoliyatimiz mana shunaqada. Undan so'ng ishimizda mana shunaqa mana bular silikon deyishadi. Silikon. Mana shu silikondan mana shu bitgandan keyin mana hozir mana shu holatga keldi. Mana shu holatda bitgan narsani mana shu yerga silikon qilinadi va undan so'ng buga uylarga tarqatiladi, va zakazlarga tarqatiladi. Tayyor holatda keladi. Mana shunaqa ishlarimiz mana shunaqa holatlar qiladi. Mana shunaqa qiladi. Mana yasash jarayoni hozir. Mana shunday qilgan holatda mana shunday joyga tunikani haliga qoplab razmerlari bor. Mana 12, mana 14 qo'yib bo'lsak, mana 12, mana 5, mana 3, mana har xil turda razmerlar mana yozilgan. Mana 6 mana shuni razmerlarni olib mana tayyor bo'lmagani mana qilib mana shunday holatda keltirgancha ishlov berishadi. Esingizda bo'lsa, kechagi videomizda ko'shani ishlab chiqarish holatini mana bu mashinani ko'rsatgan edim. Bugun sizlarga mana shuni e'tiborlaringizga havola qilyapman. Mana shunaqa narsalar og'aylar. Mana shunday narsalar ishlab qiziqarli katta kichik fotoda mana shunaqa katta kichik holatda bo'ladi. Undan tashqari buni nimada qilib olasizlar degan savol baribir sizlarni o'ylantirishi mumkin. Buni nimada qilib olasizlar desalaringiz, mana shunaqa holatga kelishigacha tunikani qanday qilib olasizlar desalar, mana shu tunika mana joyda turibdi. Mana shu tunika ko'rsizlar. Har xil mana mashina bor. Mana shu mashinada har xil turdagi tunikalarni qirqib 3 metr, 4 metr, 2 metr qilib qiladi va mana shu mashina mana shu mashina ustiga qo'yiladi. Mana shu mashina ustida mana shunda mana ko'rsatda mana shu holatda qilib qirqib mana shunday qilib mana ko'rsatda mashinada mana kompyuter bor. Mana kompyuter mana ko'rsatda mana shu tunikani qanday qirqishi haligilarini ko'rsatadi, bosiladi va ishlaydi. Ishlash holatlari mana shunday holatda ishlaydi. Ko'rsatda mana bu kompyuter mana shunga olingan. Mana shunga har xil turdagi mana shu tunikalarni razmerini tayyorlab ishlab chiqadi. Keyingi videolarimizda yana sizlar bilan
boyagi ishxonamizda yana qo'shimcha ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Mana shunday qilib qo'shimcha ishlarimizni ko'rsatib boramiz. Albatta mana esingizda bo'lsa ko'sha deganda mana shuni ishlab chiqishini mana bularni tunikalari mana shu. Mana bularni chiqarib chiqqan haligisi musori, o'zbekcha aytganda musori. Buni olib borib yana qayta ishlaydi. Qayta ishlab qaytadan mana shunaqa tunikalar, har xil haligalar quyib yana nima qiladi? Zavodlarga olib ketadi. Qaytadan quyib, qaytadan mana shunaqa tunika har xil turdagi nimalar qilib yetkaziladi. Mana mashinamiz bor. Nasib bo'lsa buni ishlash jarayonini nima bo'lganda video qilamiz. Mana bu mashinamiz bor. Mana shu tunikani qirqib qo'yadigan mana katta mashina ko'p turibsizlar. Mana shularda mana bular tunikalarni eng asqotlarini mana bu tashlaymiz. Keyin mana bular asqot musor. Ular yaroqsiz holatda kelgan bularni olib turib boyagi qaytadan ishlashga boshqa nimalardan kelib olib ketadi. Boshqa mashinalar kelib buni qayta ishlash zavodlariga olib ketadi, qayta ishlaydi bularni. Mana shunaqa ishlarimiz, hurmatli obunachilarimiz, bizni kuzatishda davom eting. Ayniqsa yana ham har qiziqarli videolarni qo'yib boramiz. Turkiyada hozirgi paytda mana shunaqa ishlarimizni ishlaymiz. Albatta bizni kuzatib boring, bizni qiziqqaningiz, e'tiboringiz uchun avvalambor rahmat. Bizni kuzatib kanalimizga obuna bo'ling va yangi kanalimizda rivojlanishga o'z hissangizni qo'shing. Biz albatta Turkiyadan mana shunaqa videolarni yoritib boramiz. Undan so'ng yana qiziqarli, sizga qiziq bo'lgan Turkiya hayotimizda ham qiziqtirib olib boramiz. Hurmatli do'stlar, tilaymiz. Avvalambor hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Barchangizni ishlaringizga esa muvaffaqiyatlar, omonlikda ko'rishguncha qolganlar. Hurmatli obunachilarimiz, bizni kuzatishda davom eting. Rahmatulloh Sharif kanalida albatta likelarni ayamaysizlar. Albatta hozirgi paytda mikrofonimiz yo'q. Mikrofon olsak, undan so'ng chiroyli qilib yana ham videolar qilishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa keyingi videolarimizga yana ham qiziqarli bo'lgan mashinani ishlash holatlarini sizlarga qo'shimcha ishlarimizni ham ko'rsatib boramiz. Bu yerda har xil narsa ishlab chiqiladi. O'shalarni ko'rsatib boramiz. E'tiboringiz uchun esa rahmat. Kelayotgan yangi yillaringiz barchamizga qutlug' va muborak bo'lsin. Yangi yillar hammamizni oilamizga tinchlik, totuvlik, ishlarimizga esa xotirjamlik bo'lsin. Doim mana shunday yangi yillarimiz hammamizni qutlug' va barakali kelgan bo'lsin. Mana 2026-yilda ham mana oz kunlar qoldi kutib olishimizga. Nasib bo'lsa 2026-yil barchamizga eng quvonchli, eng shirin, eng sevimli yillar bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling hurmatli obunachilarimiz. Bizni kuzating, obuna bo'ling. Qo'llab-quvvatlaganinglar uchun, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling do'stlar.